Tak do'stlar, sizlar bilan hozir qanday FVG ni to'g'ri ishlatish haqida ko'rib gaplashib chiqamiz. Qani keting, qaranglar. Bizda hozir yena dollar parasi 1 kunlik time frame ga o'tamiz, to есть haftalikka o'tamiz. Haftalikda bizda FVG bor, ya'ni imbalans bizada hozir 4 soatlik time frame ga o'tamiz. 4 soatlik time frame da hammasi oddiy, shunchaki MSS plus H4 dagi FVG dan entry bo'lyapti do'stlar. E'tibor bilan qaranglar, mana H4 da bizda FVG bor. O'sha FVG dan narx test qilyapti. Bu yerda strukturani sindirib beryapti. Bizda yana plus bu yerda FVG'miz bor. O'sha FVG dan, ya'ni swing trading haqida hech qanaqa shumsiz va shovqinsiz bizda RR 2.5 ushlab bemalol savdoga kirib chiqib ketdik. Video foydali bo'lgan bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Isha Iseti har qanday foydali trading haqida ma'lumotlar sizlarga yetkazib turaman. Hammaga omad.